Ramazon? Nasib olsam, haq bermaysan? To'g'ri, nasga haq berganini uyalinga o'z mashina bitta zevchga olib bergansiz. Birovda haqini yesam mazza qilaman-da. Xohlasang senga o'rgatishim mumkin. Qanday o'rgatingchi? Tez turdan kana qaraqurtni chaqirib keldi. Lazbomdimi? Ha, Uni nima qilasiz? ertaga qazoqqa ketyapti ekan ishga. Ketishdan oldin bir haqini yeb qo'yaylik, bidaraz shashib-pashib qilib. To'g'ri, o'zi pul yo'qligi uchun ishga ketyapti. Uni ustiga belgi ham qarziga olgan. Tur, shashiging kelyaptimi? Ha? Bor chaqir, tishim bor. Allohu sen ham yaxshi ishlab kel. Ishda kelganingga haq berish nasib qilsin. Allohu akbar. Jen, tog'ing daqiqa narsani aytib tashlab, meni pulim yo'q, nima qilamiz bu yoqni? Siz pulni o'ynamay o'zim dumini tikkanaman. Ofisant, Labay aka nima berasizlar? do'stim, qanaqa shashliklaringiz bor? Onasi inson xomku degani bilan bo'lekanku dalboyev degan shashliklarimiz bor. Uchtadan bering, bir mazza qiling bugun. Onu anlıyor musun? Xomku bu? Ha, bunu qanday edi? Ha, ana, bular qanaqa dalboyev? Shashiga haqiqatan nomiga mos ekanligida. Menga bo'lekanku dalboyev degan vaqt o'g'lim. Güzel aşk oldum seher şagiye yasa yasa Nasib oldu bak. Vallahi. seher şagiye yasa yasa İstem düştü boylarına Telefonimni olib keldi. Telefon menda emas. Telefonimni berchi, moshinada qo'ygan. Alo, assalomu alaykum. Kim bu? Telefon zalogga tashalgan.